Endi har bitta sohada pul bor. Har bitta sohada bor. Уборщицada ham pul bor, deylik ofitsiantda ham pul bor, deylik предприниматель, biznesmenlarda, investorlarda ham pul bor. Degani bu kosmetologiyada ham pul bor. Lekin eng asosiy ko'p pul bilasizmi kimda? Dori-darmon chiqargan kosmetologlarga o'shalarda eng ko'p pul bo'ladi. Chunki hozir nimagaki botokslar 2 oy, 3 oyga yetib qolyapti-da, yengil qilishyapti, ya'ni ham tozalab berishyapti, deyishyapti. Tozalangan botoksi haqiqatan ham 2 oy, 3 oyga yetadigan, kimgadir даже 1 oy, 1,5 oyga yetadigan yoki fillerlar eng tozalangan. Тоже 3 oyda so'rilib ketyapti, 4 oyda so'rilib ketyapti deydi. Hozirgi bu sertifitsirованный, litsenzirованный toza mahsulot, lekin u toza mahsulot 2 oy, 3 oyga yetgandan keyin o'ylang, agar O'zbekistonda necha ming kosmetolog bo'lsa, necha ming botoks fillerlar oldin 6 oyda, 1 yilda ishlatadigan bo'lsa, hozir 2 oyda, 1,5 oyda dori mahsulotlar sotilib ketyapti. Necha milliard hozir sotilib ketyapti. Shuncha kosmetolog bo'lsa, zavod ulgurmayapti chiqargani dori-darmonlarni. Zavod chiqaruvchi imенно dori-darmon kosmetolog yo'nalishiga o'shalar milliarder hozirgi paytda hisoblanadi.